Assalomu alaykum. Hurmatli No'qat Qori 24 kanalining qatnashchilari. Bugun sizlarga No'qat shahrining strolar bo'yicha jem bozoriga keldik. Jem bozorida sizlarga men tanishtirib qo'ysak, hozir chekadan olib ko'rsatamiz. Mana jemlar bor ekan. Bu aka mana jemlar qanchadan? 35 so'mdan arpachi? Arpalar 22 so'm. Arpa 22 so'm ekan. Mana makachi? Bodroq maka 70. Bodroq maka 70 so'm ekan. Mana jem maka to'g'ri qolib budaylarchi? Buday 27 so'm. Buday 27 so'm. Mana kunjaralar bor ekan. Kunjaralar qancha? 38 so'mdan makalar bor ekan. Mana jem makalar bor ekan. Mana jem maka aka, bodroq maka bu da. Quruq maka, qanchadan bo'l? Urug' ekanga. Ana maytda jem bor ekan. Kevak bor yo'q bu? Kevak 20 so'mdan kevaklar bor ekan. Mana budaylar ham jo'q ekan. Qarasangizlar, olsangizlar bo'ladi. Jem bozorda ko'rib. Faqat tog'i jem bozorlarda ko'ramiz. Assalomu alaykum. Jemlar qanchadan ekan aka? Budaylar. Buday 26 so'm. Pazarda 27 so'm. Arpachi? Arpa 27 so'm. 20 so'm. Toza, ha? Molga bersa bo'ladi-da, ha? Toza. Arpa 21 so'm. Hozir bor ko'rsatamiz. Mana 21 so'mning arpasi ham bor ekan. 21 so'mning arpasi bor ekan mana. Anan mana jemlar bor ekan, budaylar bor ekan. Jo'q ekan, olib kelib olib kelsangiz bo'ladi. Daryoga No'qat shahri jem bozorida. Jem bozoriga ko'rasizlar. Bu yerda jemlar bor ekan. Bu yerda budaylar bor ekan. Makalar bor ekan. Shu adda ikkitasidan so'radik, egalari bordan so'radik, egalari yo'qdan suya olmadik. Chunki bugun jem bozorda yuramiz. Yo arpa qancha ekan arpa? 22 so'mdan, ha? Arpa bor ekan 22 so'mdan. Yaxshi. Endi biz narxi joqada o'tamiz. Arpa bor ekan bu yerda. Bu yerda jemlar bor ekan. Jemlar so'raybizda. Bu yerda arpa, budaylar bor ekan. Hech yo'q ekan bu yerda. Bu yerda kevaklar bor ekan. Kevaklar bor ekan. Şu eğleri yo'q ekan. Eğleri yo'q ekan. Qochgacha bordi qaribchi. Assalomu alaykum. Jemlar qanchadan ekan aka? Chekadan aytib bersangiz bo'ladi. Mana arpalarchi? Arpalar 23 so'm. Arpa 23 ekan. Kevakchi? Kevak 20 so'm. Qayerdagi kevak? Kevak Bishkek. Bishkek, ha? Buday. Budaylar 27 so'm. Ona kunjara o'xshaydi, ha? Semishkan. Semishkan kunjarasi, ha? Qanchadan bular? Bular 26 so'm. 26 so'm ekan, jo'q ekan, olib ketdingizlar. Daryoga tushunib ketsak, buni Qo'shqaloqning yo'ldan kelsangizlar bo'ladi ekan, darvozan bo'yinda 9-konteynerda ekan. Shu. Bu nelar yo'q ekan, nelar bo'lsa topib. Assalomu alaykum. Jem sizniki aka? Toshaq qulari? Qanchadan bular makalar? Makalar 30. 30. Mana kevakchi? Kebak 20. Qayerdagi? Rossiyskiy. Rossiyskiy kevak, ha? Yaxshi. Mana-chi arpa? Arpa 23. 23. Jemlar bor ekan, mana jo'xshi jemlar bor ekan. Kelib olib kelsangiz bo'ladi. Kunjaralarchi? Semichka. 38. Semichkani 38 mi? Narxi sari. Haftalik. Paxtani 38 so'm ekan. Mana ko'rib olsangiz jo'xshi ekan. Mana-chi semichkaniki? Semichkaniki 24. 24 jo'xshi nima ekan? Kelib olib kelsangiz bo'ladi. Daryoga aytib qo'ysak. Shu mana shu nomerlar yo'qoladi. 102 nima ekan? Xotinimiz kim ekan? Ha. Xotinimiz Xotin Muhammed. Muhammed aka kelib qo'ysangiz bo'ladi, olib kelsangiz bo'ladi ekan. Shu yerda turib, ikkinchi konteynerda. Rahmat, Alloh razı olsun aka. Mana kelgan kelibdir, qanchadan ekan bilmayman yo'q. Chunki jem bozorda yuramiz, Alloh nasib qilsa. Qamoyda bitta jem bor ekan. Assalomu alaykum. Jemlar qanchadan ekan aka? Ceza egalari qochib ketdi, endi qaytdi ko'ch. Bu yerda semichkan kunjarasi bor ekan. Arpa, buğday,
Bu arada kaç köpek var şunda hiç. Yemler var sayıda çok. Şu görüşecek tinç olmadır. Aman olmadır. Şunu bilen kuda kalsın inşallah. Cintikles. Sağ salamatda olunuzlar. Görüşecek tinç olunuzlar. Hürmetli. Benim YouTube kanalımın kaçışları. Nokat 24'ün kaçışları. Şuntuk. Koşattık. Aman olunuzlar. Var olunuzlar.